Brat shu oldidagi joylar bor, narxozda o'zim ham shu yerda o'qiyman. Mana stansiyagacha narx qo'yib olgan o'zingiz, stavka oshirib. 20 ming, 30 ming, 40 ming har xil joyi bor. Toshkentdagi universitetda o'qiydigan bolalar qanaqa nomer taqishadi? Xo'p, men o'zim bilgan top 3 ta universitet haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni birinchisi, menimcha juda ham ko'pchilik biladi, buni Westminster. Westminsterda o'zi parkovkasida ham seriozli mashinalar turadi oldindan. Bular aslan 002, 001, 700 kabi nomerlarni yaxshi ko'rib taqishadi. Keyingisi yuridikada o'qiydigan bolalar. Ular endi aslan qonun bilan bo'lishgani uchun 7 ta nomer yaxshi ko'rishadi. Ularni prokuraturga o'tishgandan keyin o'ziga 712, 715 va 701 kabi nomerlarni juda ham yaxshi ko'rib taqishadi. Iqtisod siyosatdan ustun deb bekorga aytishmaydi. O'shaning uchun keyingi navbatda уже narxozga beramiz. Narxozdagi bolalar unaqa nomerga e'tibor berishmaydi. Ular aslan zakaz nomerlariga qiziqishadi. 3 ta O, 3 ta Z, UZZ, 3 ta P, 3 ta X kabi nomerlarni yaxshi ko'rib taqishadi. Ular bilsanglar o'qish oldidagi stoyankaga chiroyli qilib taxlab qo'yishadi. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa zakaz yoki soni chiroyli bo'lgan nomerlar kerak bo'lgan bo'lsa, albatta Avtorqam Toshkentga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va siz qaysi universitetda o'qiysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar qanaqa nomer taqasizlar?